Xo'jayinim tushlikka nimalar yedilar? Ular vazn yig'ish uchun diyeta tutyaptilar va menga belkovый menyu tuzib berganlar. Va shu menyuga qarab, kelinglar birgalikda tushlik tayyorlaymiz. Avvalambor tavuqni marinovka qilishdan boshlaymiz, lekin marinovkadan oldin обязательно bolta bilan urib chiqish kerak. O'shanda tavuqimiz juda ham yumshoq pishadi. Orqa oldisiga tuz, murch va paprika yaxshilab sepib, ustini strich bilan yopib qo'yaman 15-20 daqiqaga. Orada esa uyga buyurtma bergan mini ro'zg'orim ham keldi. Kelinglar birga raspakovka qilamiz. Barcha mahsulotlarni kartinka Go ilovasidan buyurtma berdim. Birinchi 3 ta zakazga 30 ming so'mdan chegirma va 250 ming so'mdan oshiq mahsulotlarni xarid qilsangiz, yetkazib berish xizmatligisi bepul. Toshkent bo'ylab 1 soat ichida yetkazib berishadi. Eng qizig'i, bunaqa narxlar hattoki bozorda ham yo'q. Sizlar ham chegirmali narxlarda mahsulotlarni xarid qilishga ulgurib olinglar. Aman esa grechkani pishirishga qo'yib yubordim. Marinovka qilingan tovuqlarimizni orqa oldi yaxshilab o'rta olovda qovurib oldim. Mana qarabsizlarga tovuqlarimiz уже pishdi. Tushlikni esa xo'jayinim ishxonalariga olib ketadilar va shunaqa konteynerga salat ham solib berdim. Mana grechkamiz ham pishdi. Aytgancha grechkani sira 1 piyala grechkaga 2 piyala suv va 15-20 daqiqada zo'r bo'lib pishadi. Mana xo'jayinimning tushliklari tayyor, mazasi va hidiga gap bo'lishi mumkin emas. Sizchi vazn yig'ish uchun qanday mahsulotlarni ishlatasiz? Izohlarda yozib qo'ying.